Hammaga salom do'stlar. Bugun biz eng qo'rqinchli 3 ta raqamga telefon qilib ko'ramiz. Qanunda biz boshladik. Do'stlar, sizlarga videoni boshlashdan oldin bitta narsani aytib qo'yay. Menda mana hozir 55 tami obunachi bor, 60 taga yaqin xullas. Meni endi auditoriyamni 100% deb oladigan bo'lsak, meni ko'radiganlarni meni faqat endi 2% odam obuna bo'lib kuzatyapti. Agar sizlar 98% odam ichiga kirsangiz, hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Agar kirmasangiz ham obuna bo'lib qo'yavering. Endi meni videolarimni shuncha odam ko'ryapti, lekin obuna bo'lmayapti. Shu 2% dan qutulayin. Men bu raqamga telefon qilib ko'rdim, lekin abonent hozir javob bera olmaydi deya menga shunday xabarni berdi. Mayli, unda keyingi raqamga o'tamiz. Mana men hozir sizlar bilan birinchi raqamga telefon qilib oldim, lekin muvaffaqiyatsiz urinish bo'ldi. Endi nima ham deymiz? Qolganlari ishlab qolar. Hozir uni ko'ramiz. Men sizlarga nima dedim? Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglardim. Men bunga telefon qildim, lekin gudok ketdi, ko'tarmadi. Men yozib olmoqchi bo'ldim, lekin ekran yozuvda mikrofon ishlamas ekan. Sizlardan uzr so'rayman. Mana men ikkinchi raqamga ham telefon qilib oldim. Men sizlarga ishondim. Obuna bo'lib like bosganlaringga ishonchimni oqlab, hoziroq like bosib obuna bo'lib qo'ying. Men bu raqamga telefon qilgandim, lekin afsuski bunday raqam mavjud emas edi. Mayli, nima ham deyardik. Voy Muhammadiyor, hali ham like bilan obuna ham bosmabsan, voy. Allohdan qo'rq. Ikamron, sen obuna ham bosib like ni bosmabsan-ku. Tezlash bosib qo'y. Mayli unda xayr, like bosinglar.